Eng qizig'i, do'mni uyo tomonida bog'cha ekan, do'mni bu yoq tomonida maktab ekan. 3 xona 2-etaj 69 kvadrat metr 4 qavatli binoni 2-qavati. Uyimizning narxi 49 ming dollar bo'lyapti. Manzil keladigan bo'lsa, hop, Zangeta tumani Mesa kombinat deyilyapti. Bu yerda bilishar ekan, Damaschilarning pitaki bo'lar ekan. Uyni ko'ramiz, holati yaxshi. Hop, kirib olgan bo'lsa, shunday kirilishda razdельный sanuzel bo'lyapti. Tak. Sanuzellarning ham holati yaxshi. Ba'zi bir jihozda holat deyilgan. Kirilishda 10 qo'lli bolalar yotoqxonasi. Mehmonxonaga kiramiz. O'ng tomonda mana kattalar yotoqxonasi bor. Puliga juda ham yaxshi bu territoriyada. Bu mana kuxnya bo'lgan. Kuxnya bu yoqqa mana balkonga chiqib ketilgan. Endi nima deydi? Xalq tili bilan 2x6 balkon deyiladi. 2x6 emas, ozgina kichikroq ekan. Orientir aytamiz, Zangeta Mesa kombinat deyilyapti. 4 qavatli binoni 2-qavati, 3 xona 68 kvadrat metr. Uyimizning narxi 49 ming dollar. Bizani kuzatinglar, hammaga rahmat.